O'zimni qisqacha tanishtiray. Avvalo, men fermerning o'g'liman. Mol va qo'y fermasida o'sganman. Walesda. Ko'p vaqtimni parrandachilikda o'tkazganman. Va taxminan 9 yil oldin sut ishlab chiqarishga o'tganman. Sut sanoatidagi ventilyatsiya bozorida o'zgarish yaratishga harakat qilish uchun taxminan 9 yil oldin ko'chganman. O'shandan beri butun dunyoni kezib chiqdim. Albatta, Royal de bu yillar davomida asosan molxona jihozlariga ixtisoslashgan edi. Lekin hozir kompaniya o'zgarmoqda. Chunki biz tobora ko'proq ixtisoslashib bormoqdamiz ventilyatsiya sanoatida. Amalga oshirilgan hamkorlik tufayli men bilan sodir bo'lgan sheriklik tufayli va biz ventilyatsiya sohasidagi mutaxassis sifatida tanilishni istaymiz. Bu soha hozir tobora rivojlanib bormoqda. Yaxshi shamollatish nima uchun muhim? Sigirning o'pkasi juda samarasiz. O'pka hajmi tana massasiga nisbatan mutlaqo yetarli emas. Agar bir xil o'lchamdagi sigir va otni yonma-yon qo'ysangiz, sigirning o'pka hajmi otnikiga nisbatan atiga 30% ni tashkil qiladi. Lekin 250% ga ko'proq kislorod talab qiladi. Shunday qilib, sigir o'pka hajmi va tana massasi nisbatida mutlaqo samarasizdir. Nima uchun sigirlar yana issiqlik stressiga uchraydi? Sigirlar odamlarga nisbatan tana vaznining har kilosi uchun ko'proq issiqlik ishlab chiqaradi. Masalan, inson taxminan 1 kilovat issiqlik ishlab chiqaradi. O'rtacha sigir esa taxminan 2 kilovat issiqlik hosil qiladi. Shuning uchun ularni bir joyga yiqqaningizda muammoni ko'rasiz. Hatto eng sovuq iqlimda ham sigirlar ushlab turish joylarida yoki molxonalarda issiqlik stressidan aziyat chekadi. Qaysi iqlimda ekanligingiz muhim emas. Siz har doim ma'lum bir nuqtada issiqlik stressi muammosiga duch kelasiz. Sigirlar yotadigan joyda. Shunchaki odam bilan sigirni taqqoslash uchun. Men doim aytaman, agar fermer molxonada issiqlikni his qilsa, sigir undan 4 daraja oldin issiqlikni his qiladi. Bu tadqiqot aslida sizga shuni ko'rsatdiki, bu yerda qisir sigir bor edi. U sutdan to'xtagan edi. Uni qisir sigirlar uchun mo'ljallangan molxonaga joylashtirdilar va unga sun'iy ravishda issiqlik berdilar. Uni sun'iy ravishda issiqlik stressiga soldilar. Ular uning uchun issiqlik stressi holatini yaratdilar. Bu holat 40 dan 60 kungacha davom etdi. U issiqlik stressida edi. Bu tajriba Floridada o'tkazildi. Florida universitetida. Lekin ular aniqladilarki, u issiqlikka tushgandi. Kuniga taxminan 4,5 litr kam sut ishlab chiqardi. Issiqlik stressiga uchramagan qisir sigirga nisbatan. Shunday qilib, bu qisir sigir iyul oyida sutdan to'xtagan edi. Uni dekabr oyida qisir sigir bilan taqqosladilar. U taxminan 4,5 litr kam sut berardi. O'zining laktatsiya davrida. Ular uning tukkan qizini gunajinga aylantirishdi. Uni laktatsiyaga qo'yishdi. Va ular u kuniga 6-3 litr kam sut berayotganini aniqladilar. Issiqlikdan stress olmagan qiz bilan solishtirgandi. Shunday ekan, endi qiz oyisidan ham yomonroq. Va bu tugilishdagi ogiz sut sifati tufayli. Ogiz sut miqdori tugilish vazni jihatidan umuman olganda. Uning boshlanishi dekabr yoki salqin oylarda tugilgan sigirga nisbatan yaxshi bo'lmadi. Keyin esa uning nabirasini olishdi. Ular xuddi shunday holatni ko'rishdi. Bu yerdagi 20 kun qariyb 4-5 yilga yaqin kamroq takrorlanishga sabab bo'ldi. Bu sizning podangizni yaxshilashni anglatadi. Lekin bu poda o'zining genetik imkoniyatlariga erishmayapti. Chunki ularni saqlagan iqlimingiz noto'g'ri edi. Bu shunchaki tadqiqot. Men unga chuqur kirishmayman. Lekin u pul jihatidan shuni ko'rsatdi. Faqat sovutishning iqtisodiy maqsadga muvofiqligi nuqtai nazaridan. Qisir sigirlarni sovutish har doim samarali. Sizda issiqlik stress kunlari qancha bo'lishidan qat'i nazar, sovutish uchun bir sigirdan qancha qo'shimcha sof daromad olasiz. Sovutish qurilmalaridan olingan investitsiyadan doimo ijobiy qaytim bo'ladi. Bunga shubha yo'q. Nima qilishingizdan qat'i nazar, sovutayotgan qurilmalarni, investitsiyadan doimo foyda ko'rasiz. Bu tabiiy issiqlik yo'qotilishi tufayli bo'ladi. Konveksiya bu issiqlik uzatish usulidir. Sovuq harakatlanuvchi obyekt. Issiq harakatlanuvchi obyekt ustidan o'tadi. Ya'ni havo sigir ustidan o'tib, undan issiqlikni oladi. Sigirga qancha ko'p havo yuborsangiz va havo qanchalik tez harakat qilsa, terisidan shuncha ko'p issiqlik chiqib ketadi. Buni tushundingiz, lekin asosiy narsa shuki, havo teri bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada bo'lishi kerak. Xo'sh, sigirlar o'zini qanday sovutadi? Bu buklanish, ya'ni terlash orqali bo'ladi. Terlash orqali ular nafas olishni tezlashtiradi. Shuningdek, ular hansirab nafas olishni ko'paytiradi. Suv ichishni ko'paytiradi. Ular soyada turadi. Ventilyatorlar bo'lmasa ham havo harakatini qidiradi. Molxonaning oxiri yoki chetlarini tanlaydi, yoki tabiiy havo eng ko'p bo'lgan joyni izlaydi va ular konveksiya orqali sovish uchun salqin joyda turishadi. Yaxshi ventilyatsiyani tushunish juda muhim. Yaxshi ventilyatsiya nima? Hozircha ventilyatorning ahamiyati yo'q. Molxonani shamollatish orqali nimaga erishmoqchimiz? Birinchidan, havo almashinuvi molxonaga toza havoni olib kiradi. Sigirlar yashashi uchun toza havo kerak. Bu aniq.
Molxonaning tuzilishi sigirlar qancha toza havo olishi bilan bog'liq. Masalan, Shvetsiyada yilning taxminan 6 oyi davomida molxona yopiq turadi va toza havo juda cheklangan bo'ladi. Gretsiyada esa molxona yil bo'yi butunlay ochiq turadi. Shuning uchun aslida havo almashinuvi katta muammo emas. Ko'proq uni o'tkazish muhim. Demak, bu iqlimni tushunish va nima bilan shug'ullanayotganimizni anglash. Samarali sovutish tezligi asosan. Xullas, binoga toza havoni kiritdik, lekin uni sigirlar turgan balandlikda yo'naltirishimiz kerak. Qaysi fasl bo'lishidan qat'i nazar, har doim sigirlar darajasida toza havo aylanib turishi kerak. Uning tezligi mavsumga bog'liq. Qish paytida juda sekin tezlikni xohlaymiz, yoz paytida esa juda yuqori tezlikni xohlaymiz. Kerak bo'lsa yana namlab olamiz. Ba'zi iqlimlar buni talab qilmaydi. Ba'zi iqlim sharoitlarida qo'shimcha sovutish darajasi kerak bo'ladi. Havo almashinuvi hayvonlardagi bosimni ta'minlaydi. Bu namlik, zararli gazlar va kasallik qo'zg'atuvchilarni chiqarib tashlashdir. Buni tabiiy yoki sun'iy usulda amalga oshirish mumkin. Sizga oldin ko'rsatgan molxonam to'liq sun'iy shamollatiladi, ya'ni ona tabiat havosi nazoratda emas. U tenglamadan tashqarida. Tabiiy havo almashinuvi tezligi quyidagilarga bog'liq. Ona tabiat molxona. Molxonaning qaysi tomonga qaratilganligi, tom qiyaligi, havo kirish va chiqish teshiklarining o'lchami. Demak, juda ko'p turli xil omillar bor. Ular tabiiy shamollatishga hissa qo'shadi. Ularni o'lchashning bir usuli havo almashinuvidir. Havodagi ammiak miqdori. Bu qishki muammo. Bu biroz boshqacha ekanligi aniq. Ammo ko'plab mamlakatlarda qish muammo hisoblanadi. Sigirlar sovuq havodan qo'rqmaydi. Sigirlar sovuqda ham yaxshi ishlaydi. Sovuqni yoqtirmaydigan odamlardir. Faqat havo almashinuvi nuqtai nazaridan tabiiy shamollatilgani aniq. Unga raqam qo'yib bo'lmaydi. Lekin mexanik ventilyatsiya bilan buni aniqlay olamiz. Mana bu fermer xo'jaliklarini loyihalashda men erishmoqchi bo'lgan ba'zi raqamlar. Binoning havosi soatiga 40 marta almashinadi. Ya'ni binoning butun hajmidagi havo almashtiriladi. Soatiga 40 marta. Yoki agar biz buni sigirlar soniga nisbatan hisoblasak, har bir sigir uchun soatiga necha kubometr havo. Demak, bu shunchaki raqamlar. Muzlashni oldini olish kerak. Samarali sovutuvchi havo oqimi. Sigirlar doim havo oqimi va iliq suv izlaydi. Umuman olganda, biz sigir darajasida soniyasiga 1,5 metrlik minimal havo tezligini ta'minlashimiz kerak. Men kompaniyadagi xodimlarga doimo 2 metrga intilishni o'rgatganman. Chunki 2 metr aslida eng maqbul ko'rsatkich. Bu holda sarflangan mablag' eng samarali bo'ladi. Ya'ni siz yuqori darajada sovitishga erishasiz. Biroq elektr energiyasi xarajati juda kam bo'ladi. Endi namlanish haqida gapiradigan bo'lsak, uning tafsilotlariga to'xtalib o'tsak, 1 litr suvni buklatish uchun 2,6 megajoul issiqlik talab etiladi. 10 daqiqada buklanish. Sigir shu 10 daqiqa ichida taxminan 1,2 megajoul issiqlik ishlab chiqaradi. Shunday qilib, hollash sigir ishlab chiqaradigan deyarli barcha narsani yo'qotadi. Bu yerda hollash orqali biz uni sun'iy ravishda terlatamiz. Uni chuqur hollashimiz kerak. Shuning uchun bu suvni to'g'ridan to'g'ri uning terisiga tekkizing. Faqat boshiga emas, balki butun tanasiga purkash kerak. Eng katta yuzani qamrab oladigan joylarni hollaysiz. Shuning uchun hayvonni ozuqalanish panjasida hollayotganda mayda purkash yaxshi emas. Yirik tomchilar bo'lishi kerak. Mayda purkashni xohlamaysiz. Traktor forsunkalaridan foydalangandek yirik tomchilar bo'lishini xohlaysiz. Sigirlarni hollash uchun yirik tomchilar kerak. Hollashning muvaffaqiyati aslida avtomatlashtirish bilan belgilanadi. Shuning uchun ishonch hosil qiling. Yoqilgan va o'chirilgan vaqtni nazorat qilish. Men sizga purkash tomonini ko'rsataman. Shuning uchun ogir ekanligiga ishonch hosil qiling. Suv ogir tomchilar bo'ladi. Kerak bo'lishidan oldin yoqib qo'yganingiz maqsadga muvofiq va uni hech qachon faqat ventilyatorlar o'rniga o'rnatmaysiz. U ventilyatorlarga qo'shimcha hisoblanadi. Ventilyatorlar doimo birinchi o'rinda turadi, keyin namlatish. Qanday ishlashini ko'rishingiz mumkin. Bilishimcha, O'zbekistondagi ko'plab fermerlar suvni ochib qo'yishadi va uni oqizib yuborishadi. Bu aslida maqsad emas. Issiqlikni yo'qotish g'oyasi shundaki, avval namlatasiz, keyin quritasiz, so'ng yana namlatasiz, keyin yana quritasiz va shu tarzda davom etadi. Aytaylik 24 daraja haroratda. Bu holatda biz 1 daqiqa yoqib, 12 daqiqa o'chirishni xohlaymiz. Yana 1 daqiqa yoqilgan, 12 daqiqa o'chirilgan holda juda qisqa vaqt. 1 daqiqa yoqilishi aslida 2 daqiqa ham bo'lishi mumkin. Bu suv qatorga yetib borishiga qancha vaqt ketishiga bog'liq va boshqa omillarga, lekin 1 daqiqa yoqilgan holda, 12 daqiqa o'chirilgan holda 26 darajaga yetguncha shunday davom etadi. Yana 1 daqiqa yoqilgan, 12 daqiqa o'chirilgan va keyin 26 darajada bu o'chirilgan vaqt kamayadi. Hali ham har safar 1 daqiqa yoqilgan bo'ladi. Sigirga hali ham bir xil miqdorda suv quyiladi, lekin buning chastotasi kamayadi. Shunday qilib, 26 darajada 1 daqiqa yoqilgan, 12 daqiqa o'chirilgan bo'lsa, 32 darajada 1 daqiqa yoqilgan, 6 daqiqa o'chirilgan bo'ladi. Shunday qilib, ko'proq issiqlikni chiqarish uchun tezroq hollanib, qurib turadi. Molxonadagi ustuvorliklarni hisobga olsak, odatda doimo yotish maydoniga e'tibor qaratish kerak. Bu iqlimda men aytardimki, uchala usul ham bizga kerak. Yotish maydonidagi ventilyatorlardan eng ko'p foyda olasiz va oziqlanish yo'lidagi ventilyatorlarni hollashdan ham.
Ba'zi loyihalarda biz buni qilamiz, ya'ni molxonaning o'rtasida, oziqlanish yo'lida. Buni Yevropada ham qilamiz. Lekin odatda bu ikki usulni birinchi navbatda qo'llaymiz. Demak, bu ikki usul eng katta ta'sirga ega. Yotish maydonidagi ventilyatorlar va hollash, oziqlanish yo'lidagi ventilyatorlardan ham foyda olasiz. Lekin u ikki asosiy usulchalik samarali emas. Lekin bizda juda ko'p yaxshi molxonalar bor. Ularda faqat ozuqa liniyasi hududida ventilyatorlar va nam qilish tizimi mavjud va bu mukammal ishlaydi. Shunday qilib, ventilyatorlar ustuvorlik tartibi sifatida oziqlanish liniyasida nam qilish vazifasini bajarmoqda. Lekin hamma gap doimiylikda ham. Molxona qurilayotganda, ular doimiylikka sarmoya kiritishmoqda. Xoh uy yoritish bo'lsin, xoh oziqlantirish, xoh sogish bo'lsin. Oyoq vannalari bo'ladimi, ozuqa surish bo'ladimi? Ventilyatorlar ham boshqalardan farq qilmasligi kerak. Bu sigirlar uchun doimiylik darajasini ta'minlashda juda muhim. Shuning uchun biz avval quti ventilyatorlar haqida gapirdik. Buni turbulent havo oqimi deb ataymiz. Buni shunday tasavvur qiling. Havo parrakdan chiqqanda yonalish va tezlikni boshqarishni to'liq yo'qotadi. Havo qatlamlari bir-biriga urilib, siqiladi. Bu panel ventilyatorlari bilan doimo to'g'ri burchak effektini olasiz. Nima qilishingizdan qat'iy nazar, shu effektni olasiz. ACV esa havoning parrakdan chiqishi bilanoq sigirlarga yetib borishini ta'minlaydi. U havo tezligini qancha uzoq yo'qotsa, shuncha kam yo'qotadi. U havoda qancha uzoq tursa, shuncha uzoq bo'ladi. Shuning uchun doimo to'g'ri burchak effektini ko'rasiz. Agar havo oqimini yo'naltiradigan bo'lsak, uni sigirlarga tezroq yetkazishni ta'minlaymiz. Bu to'g'ri burchak. Lekin u ACV ventilyatorda ham mavjud. Ammo juda kam darajada. Shuning uchun biz bu ventilyatorlarni ishlab chiqaramiz. Bizning katta ventilyatorlarimizdan biri 18 metrni qoplaydi. Lekin shu ishni bajarish uchun sizga bunday kichik ventilyatorlardan 6 tasi kerak bo'lishi mumkin. Xo'sh, bu yerdagi maqsadingiz nima? Siz mijozga, masalan, fermerga borasiz. Ular hech qachon sizga kelib, menga soniyasiga 2 metr kerak demaydi. Ular shunchaki menga ventilyatorlar kerak deyishadi. Shunda ba'zi kompaniyalar shunchaki, biz sizga iloji boricha kamroq ventilyator beramiz deyishadi va ular buni sotib olishadi va bu o'zgarish yaratadi. Kanallarimizga obuna bo'ling. Yevropa qishloq xo'jaligi texnikasi va jihozlarini sotib olish uchun bizning raqamimizga murojaat qiling.